Bu kasallikni osteoartroz yoki koksartroz kasalligi deymiz. Buning 4 ta darajasi farqlanadi. Ikkinchi darajasiga kelib harakat cheklanishni boshlaydi. Ya'ni yurganimizda o'sha sohada og'riqlar kuchaya boradi. 3-4 darajasiga kelganimizda hattoki joyimizda yotgan holda ham harakat qilganimizda, oyoqlarni qimillatganimizda og'riq kuchli bo'ladi. Hozir ko'rsatib beradigan mashqlarim og'riqni yengillashtirib, yemirilish jarayonini sekinlashtirib beradi. Assalomu alaykum, men Toyirov Xurshid, oliy ma'lumotli shifokor, kineziologman. Bugun sizlar bilan xalqimiz orasida keng uchraydigan suyak yemirilishi, ya'ni koksartroz kasalligi haqida gaplashamiz. Suyak yemirilishiga olib keluvchi sabablardan biri bu organizmdagi mikrofloraning buzilishi. Ya'ni har bitta organizmda, o'zimizda ichimizda 2-2,5 kilogramm bakteriyalar yashaydi. Qachonki bu bakteriyalar patogen va nopatogen bakteriyalar nisbati buzilsa, organizmda vaspalительный proses, ya'ni yallig'lanish jarayoni zapusk bo'ladi, ya'ni boshlanadi. Natijada tazobedrenniy sustavda son chanoq bo'g'imida shish paydo bo'ladi va og'riqlar paydo bo'lishni boshlaydi. Ikkinchi sababidan biri bu chekish va ichish hisoblanadi. Bilamiz, chekkanda yoki ichganda tomirlar boshiga kengayadi, keyin torayadi. Buning natijasida son chanoq bo'g'imiga qon borishi, qon bilan birga oziq moddalar borishi buziladi. Uchinchi sababi bu xalqimiz orasida keng tarqalgan sabablardan biri mikrotravmalar. Ya'ni biron yukni ko'targanimizda noqulay ko'tarib qo'yamiz va son chanoq bo'g'imiga juda katta nagruzka tushadi. Natijada son chanoq bo'g'imidagi og'riqlar doimiy og'riqlar yillar davomida bo'lganligi uchun qon aylanishini buzib, harakatni cheklaydi va tanamizga tushadigan og'irliklar muvozanati buziladi. Natijada odamda qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Birinchisi, yurishimiz, ya'ni oyoqni bittasi uzun va bittasi kalta bo'lib qoladi. Oqsoqlanadi odam va bir oyoqda uzoq tura olmaydi. Bir oyog'iga yukni tashab turishda 10 sekunddan ortib turganda og'riq juda kuchli bo'ladi. Bular asosiy belgilari hisoblanadi. Keyingi sababi bu genetika, ya'ni ayniqsa ona tomonda agar suyak yemirilishi uchrasa, demak bolalarda ham uchrash ehtimolligi 70% dan oshiq bo'ladi. Agar sizda ona tomonda kimdadir suyak yemirilishi bo'lsa, bunga qarshi mashqlar bor, ya'ni mashqlarni qilib yurish orqali suyak yemirilishini oldini olish mumkin bo'ladi. Keyingi sababi bu odam yoshiga bog'liq, ayniqsa ayollarda menopauza vaqtida estrogen gormoni kamayib ketadi. Natijada suyakdagi kalsiy almashinuvi buziladi va u yumshaydi va atrofdagi tog'ay qatlami yemiriladi. Son chanoq bo'g'imidagi faqat tog'ayning yemirilishi artroz deyiladi. Artroz sekin astalik bilan osteoartrozga, ya'ni suyak yemirilishiga o'tib ketadi. Son chanoq yemirilishini uy sharoitida qanday aniqlash mumkin? Bitta oyoqda uzog'i 10 sekunddan ortiq turganda og'riq paydo bo'lsa, demak son chanoq bo'g'imida o'zgarish bor. Ikkinchisi, agar siz yurganingizda oqsoqlanish yuzaga kelsa, buni o'zingiz sezmaysiz, atrofdagilar aytishi mumkin, yo oynani oldiga borib yurib ko'rasiz. Agar bitta oyoq yurishda kech qolsa, demak sizda son chanoq bo'g'imida o'zgarish bor. Keyingisi esa bitta oyoq ikkinchisiga nisbatan kalta bo'lib qoladi. Sog'lom odamda son suyagi va uning boshchasi hamda chanoq suyagini o'rtasida tog'ay bo'ladi. Bu tog'ayda suyuqlik bo'lib, harakatlanganimizda o'sha suyuqlik suyaklarni bir-biriga ishqalanishini kamaytirib turadi. Artroz kasalligida o'sha suyuqlik kamayib ketadi va suyaklar har bir harakatimizda o'rtada turgan tog'ayni yemira boshlaydi. Sekin astalik bilan bu jarayon kuchayib, tog'ay butunlay yemiriladi hamda u suyakka o'tadi. Ya'ni suyak ham yemirilishni boshlaydi. Bu kasallikni osteoartroz yoki koksartroz kasalligi deymiz. Buning 4 ta darajasi farqlanadi. Birinchi, ikkinchi darajasida o'sha sohadagi suyuqlik kamayib, tog'aylar yemiriladi va qon aylanishi buziladi. Odam harakatlanganida 1000 metr yursa yo 500 metr yursa, charchab qoladigan va og'riq kuchayadigan bo'ladi. Birinchi darajasida, ya'ni harakat cheklanmagan. Ikkinchi darajasiga kelib harakat cheklanishni boshlaydi. Ya'ni yurganimizda o'sha sohada og'riqlar kuchaya boradi. 3-4 darajasiga kelganimizda hattoki joyimizda yotgan holda ham harakat qilganimizda, oyoqlarni qimillatganimizda og'riq kuchli bo'ladi. Mashqlar orqali va davolash orqali birinchi, ikkinchi darajani butunlay tuzatish mumkin. 3-4 darajasida o'sha son suyagini yemirilgan qismida, son suyagida endoprotez qilish, ya'ni operatsiya qilish orqali davolanadi. Bunda son suyagini harakati joyiga qaytadi, lekin o'sha sohada og'riqlar doimiy bo'lib turadi. Hozir ko'rsatib beradigan mashqlarim og'riqni yengillashtirib, yemirilish jarayonini sekinlashtirib beradi. Birinchi mashqimiz bu oyoq kafti va barmoqlarining bo'g'imlariga ishlatiladi. Chunki suyak yemirilishda asosan bo'g'imlarda yuzaga keladigan qon aylanishi buzilishi hisobiga yuzaga keladi. Buning uchun oyoq kaftlarini, barmoqlarini o'zimizga tortib 1 daqiqa ushlab turamiz.
Bunda oyoqni orqasida, boldirda, tizzani orqasida tortish ish bo'lishi kerak. 1 daqiqadan keyin oldinga cho'zib barmoqlarni ushlab turamiz. Bu ham 1 daqiqa davom etishi kerak. Bunda oldingi tomonda, boldirni oldingi tomonda cho'zilish bo'lishi kerak. Oxirida orqaga va oldinga tortib 10 marta bajaramiz. Keyingisida barmoqlarni tashqariga, ichkariga aylantiramiz. Bu ham 10 marta bajariladi. Keyingi mashqimiz oyoqlarni keng ochib olib, ichkariga, tashqariga, ichkariga, tashqariga harakatlantiramiz. Bu ham 10 marta bajariladi. Keyingi mashqimiz tizza bo'g'imiga o'tamiz. Tizza bo'g'imida ham yemirilish juda ko'p uchraydi. Buning uchun tashqariga bukib tizzani to'g'riga tushiramiz. Bu mashqni ham 10 marta bajaramiz. Keyingisi chap oyoqda ham 10 marta bajaramiz. Keyingi mashqimiz shuni davomi, ya'ni bukkandan keyin oyoq bo'ylab pastga tushirib, yana boshlang'ich holatga qaytamiz. Bu ham 10 marta bajariladi. Bu son bo'g'imini harakatga keltiradi va qon aylanishini yaxshilab beradi. Chap oyoqqa ham shu mashqni bajaramiz. On marta. Keyingisi oddiy tizzalarni bukib yozamiz. Bu ham har bitta oyoqqa 10 martadan bajariladi. Keyingi mashqimiz ham son chanoq bo'g'imi yemirilishda bajariladi. Bu 1-2 stependa juda yaxshi foyda beradi. Buning uchun nima qilamiz? Oyoqni teskari tomonga bukib, oxirigacha bukishimiz kerak. Keyin orqa tomonga, o'zi tomonga, keyin yana boshlang'ich holatga qaytamiz. Ya'ni 3 ta harakatda bajarish kerak. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Keyingi mashqimiz yonbosh yotgan holda bajariladi. Pastdagi oyoqni bukkan holda tepa oyog'ini to'g'ri ishlaymiz va tepaga pastga qilamiz. Bu ham 10 marta bajariladi. Ikkita oyoqga ham shu mashqni bajarish kerak bo'ladi. Keyingisi 3 ta harakatli mashq. Oldinga, orqaga va dastlabki holatga. 1 2 3 1 2 3. Ikkita oyoqga ham shu mashqni bajarishimiz kerak. Bu yonboshga ko'taramiz. 10 marta bajaramiz bu mashqni ham. Keyin 3 ta harakatli mashq. Oldinga 1, orqaga 2 va to'g'ri holat. 1 2 3 1 2 3. Keyingi mashqimiz qorin bilan yotgan holda bajariladi. Oyoqlarni tepaga ko'p yozamiz 10 martadan. Bu asosan tizza bo'g'imiga va sonni orqasidagi mushaklarning ishlashiga ta'sir qiladi. Mushaklar nasosga o'xshab qonni tanadan o'ziga so'rib oladi. Natijada bo'g'imlar qon bilan yaxshi ta'minlanadi. 10 martadan har bitta oyoqqa bajaramiz. Keyingisi to'g'ri ko'tarib tushirish. Bu asosan bel mushaklarini mustahkamlaydi. Grijasi borlarda ayniqsa bu mashq muhim. O martadan bajaramiz. Keyingi mashqimiz tashqariga
Tizzalarni bukib yozamiz. Bu ham 10 martadan bajariladi. Keyingi mashqimiz 3 ta harakatli mashq. Bunda ham bor. Ya'ni tashqariga, teskari tomonga va dastlabki holat. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Bunda e'tibor berish kerak. Har bitta qilganimizda oxirigacha bel buralishi kerak. 10 martadan bajaramiz. Keyingi mashqimiz tizza va qo'llarda to'rt oyoqlab turgan holda oyoqni tepaga ko'taramiz. 1 2 1 2. Bu ham 10 martadan bajariladi. Keyingi mashqimiz 3 ta harakatli mashq. Bunda ham bor. 1 bunda bel oxirigacha cho'ziladi. 2 3 1 2 3. Bu son chanoq yemirilishida muhim. 1 2 3 1 2 3. 10 martadan bajarishimiz kerak bo'ladi. Keyingi mashqimizda faqat belni o'zini harakatlantiramiz. Belni tushirib chiqarishimiz kerak. Bu qorin va bel mushaklarini mustahkamlab beradi. Ya'ni son chanoq bo'g'im atrofidagi hamma muskullarga hozir mashq bajaryapmiz. Chunki muskullarning hammasi nasosga o'xshab qonni tortadi o'ziga va son chanoqdagi yemirilish asta-sekin kamayib boradi. Birinchi, ikkinchi stependa butunlay 100% to'g'rilanadi. 3-4 stependa og'riqlar kamayib, yemirilish jarayoni to'xtaydi. Eslatib o'taman, yuqoridagi mashqlar sizdagi og'riqlarni kamaytirib, yemirilish jarayonini sekinlashtirib beradi. Agar to'liq davolanmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga telefon qiling. Konsultatsiya berib o'taman.